Assalomu alaykum Oybeguz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari va mana bunday buqacha ishqibozlari. Akalar, xudo xolasa bugun sotiladigan to'rbosh bo'ladi. Mollarda holati yaxshi, inshaalloh yedishlari joyida akalar. 9-may, ya'ni xotira va qadrlash kuni hammalaringga muborak bo'lsin va Sayyidul ayyom ham muborak bo'lsin akalar. Dam olishda o'tkazib olib, kechki dasturlarga Oybejon sizda nima bor degan akalarga xudo xolasa to'rbosh sotiladigan mollar bor. Kimgadir ma'qul kelsa, inshaalloh bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Imkon qadar sifatlisini sizlarga ilinishga harakat qilamiz akalar. Oybejon bozor deganlarga akalar, meni to'g'ri tushunasizlar. Bozor arzonladi deb ko'pchiligida og'izda gap bo'lyapti-yu, akalar, mana bitta narsa, bozorda nimaga ayrim mollarda narx tushib ketdi degan savolga akalar, ayrim mollarda sifat degan narsa qolmayapti akalar, tushunyapsizlarmi? Sifatli mol topib olishni o'zi qiyin bo'lyapti. Endi taka-tak shoxi 3 qarich yurib kelmagan mollar arzon bo'ladi-da o'zi. Tushuninglar, o'zi tabiiy ham shunaqa arzon bo'ladi. Bozor tashlagani yo'q. Chorva olib qo'ygan, yaxshi sifatli chorva olgan akalar, xudo xolasa ko'ngilni to'q qilinglar. Qachon bo'lsa, menga aloqaga chiqinglar. Agar mollarning sifati zo'r bo'lib, ko'chati zo'r, mana shunaqa biz tempimizdagi yosh buqachalar bo'lsa, o'zim yaxshi pulga olaveraman akalar. Hech qanaqa bozor tushgani yo'q. Inshaalloh boqayotgan chorvalaring har birlaringga xayr, barakot keltirsin. Akalar, oq quloq, oq tumshuq, sihat salomatligi joyida, yedishtisi, hammasi sinovdan o'tdi akalar. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, Oybejon sizlaring akalar bunday, mana ikkitasi bo'yi bir xil. 3 sm kam 1 metrdan, 2 sm kam 1 metrdan mana shu turgan holatida hali tortib qo'ymadik balandga. Oyoq qo'llarini ko'ringlar, oyoq qo'llari ham dumaloq variantda mana ko'ringlar, mana shuningni. Mana tuyoqlari ham tikka variantda. Cho'jonlar. Mana chehralari, ko'ringlar mana chehralarini. Xudo xolasa kavishlarni qaytarib turibdi mollar. Yomon holatda emas inshaalloh akalar. Ko'ringlar. Mollarda holati yaxshi, ikkalasi o'sha 3 sm, 2 sm kam 1 metrdanga olaverasizlar. Vodiy bo'ylab dastavkasi besplatni, yakkalab ham sotiladi. Narxiga deydigan bo'lsalaring, akalar, bunday qilaylik, haligi misol uchun sifatli buqa kelib qoldi yo sal orqa boshi yaxshi ekan nisbatan deb narxni ko'tarish emas. 10.700.000 so'mdan bir joyga bo'lsa, xudo xolasa xayrini qilib beramiz. Bir joyga bo'lsa, tanlab olaman desa 10.700.000 so'mdan tanlab olishsin yoqqandan akalar. Xudo xolasa bir-biridan yaxshi. Endi monosi desalaring ozg'in variantda sutdagi buzoylar emas. Mana 10 million misol uchun 700.000 so'mga bunisini Shvedtonda ertaga omoq sotmoq bor deysa, bunisi ham. Endi bunisi deyishadigan bo'lsa, bu ham yomon emas, akalar. Mana orqa bosh holatlari, mana kalla boshlari dumaloqqina variantda. Xudo xolasa kimgadir ma'qul kelsa, bemalol ekran ostidagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, endi mana bu yerda bitta gibridimiz bor akalar, mana ko'ringlar. Gibrid variantdagi buqamiz bor. Buni bo'yi deydigan bo'lsalar, bo'ylari 1.3 chiqayapti akalar. 1.5 ga yetmagan, 1.3, 1 plyusga olaverasizlar. Oybejon narxi desalaring, buni to'g'risi tag kelish narxi ham arzon bo'lmagan. Hozir orqa boshlarini ham ko'rsataman. Xudo xolasa mol arziydi akalar. Narxiga keladigan bo'lsak akalar, 12.800.000 so'm kami bor. Xudo xolasa hali buzak. Shoxlari ham oq, tumshug'i pushti, tumshuq shu tuyoqlari ham oqda mana. Orqa boshini ham ko'ringlar. Mana hech qanaqa tortib qo'yib, molning orqasini bosib turganimiz yo'q. Mana shu turgan holatiga akalar mana. Jonivor. Inshaalloh boqib baraka topadigan variantda akalar mana. Orqa boshini ko'ringlar. Oyoq qo'llar, bo'g'imlari ham emas. Endi mana yerda bitta suyaklik ko'k buzagimiz bor akalar. Nima desa bo'ladi? Ukam menga suyakli bo'lsin, yetiltirib yuboraman deganga, akalar suyagi xudo xolasa molni yaxshi. Endi rangi demak mana shunaqa mol boqaveradigan akalar bo'lsa, yedishlari hamma yo'g'i joyida akalar. Kurak-puragi yo'q hech qanaqa, lekin suyakchan narsa, o'ta suyagi hozir mana qo'polligini ko'rsataman. Ustki taraflarini ham ko'ringlar, xudo xolasa qovurg'alari ham yo'g'on variantdagi mollar. Endi men maqtasak ham, nima qilsak ham shu mol akalar. Endi misol hammani uyga kirib talashib tortishib o'zimdagi kelib maqtamayman. Xudo xolasa molni olingan narxiga qarab akalar arzimagan foydaga xudo xolasa inshaalloh sotamiz. Men labzimga javob beraman akalar. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, xudo xolasa akalar 13.800.000 so'm ozgina kami bor, vodiy bo'ylab dastavkasi bor akalar. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu mol xudo xolasa gaziga ham, holatiga ham yaxshi akalar. Tan narxidan kelib chiqib, buni tushungan odam suyakli variantini o'sha tepasiga kelib ko'rasizlarmi? Olaveradigan holatda xudo xolasa akalar.
Mana mollarimiz ko'ring, hammasi o'zini holiga beixtiyor turibdi. Videoroligimizga yakun yasaymiz. Xudo xolasa akalar bemalol ekran ostidagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Xudo xolasa mana uzoqdan ham bir ko'rinishini olib qo'yamiz mana. O'zlari ikkitasi yirik, bu ikkitasi maydaroq nisbatan bilinib turibdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oybeguzga like'larni bosib, obuna bo'lib kuzatish esdan chiqmasin akalar.